uni maktabdan haydartirib yuborgan. Nima gap? Soatni qaytarib bergach, unga yordam bersam bo'lardi. Lekin o'shanda uni juda yomon ko'rardim. Yura qol. Chunki bu soat oyimdan yodgorlik edi. Lekin o'shanda bir necha oy o'tib, u kutilmaganda vafot etdi. Saraton kasalligiga chalingan ekan. Senmisan? Meni qizim seni deb vafot etdi. Qizim sen tufayli o'ldi. Eshityapsanmi? Sen tufayli o'ldi. Nega? Janob. Nega endi u? Janob. Nega? O'zingizni bosing. Nega? Nega? Janob, bo'ldi. U kasal emasdi. Bu qanday sodir bo'ldi bilmayman. Senga og'ir bo'lgandir. Lekin bu seni aybing emas. Shunday ekan o'zingni ayblama. O'zingga o'xshamayapsan, Xantayon. Nega endi? Sen boshqalarga taskin beradigan yigit emassan. Shunaqa degan. Seni yaxshi tushunib turibman hozir. Sen chonga bekorga mehribonlik qilmagansan. Xuddi dugonangni oldida o'zingni aybdor deb bilgandek, uni oldida ham shuni his qilgansan. Yo'q. U menga shunchaki yoqadi. Senchon shunchaki senchon. Bugungi yordaming uchun rahmat Dayon. Agar sen bo'lmasang, oqibati yomon bo'lishi mumkin edi. Tasodifan to'qnashmaganimizda. Bu tasodif emas. Bu yerga seni ko'rish uchun kelgandim. Bir savolimga javob olmoqchi edim. Afsus, endi javobing shart emas. Xo'y, nimani nazarda tutyapsan? Nima qilyapsan? Bo'yning tirnalibdi. Prezidentdan xavotir olmasin. Politsiyaga qo'ng'iroq qildim, lekin baribir ehtiyot bo'l. Men ketdim. Uyga borishim kerak. Voy. Rostdan ham o'ziga o'xshamaydi. Va nihoyat ommaviy kelishuvni tugatdim. Yana nima qilsam prezident ham menga yon bosadi. Doshin Haytek aksiyadorlari ro'yxati. Tinchlikmi? Xuddi begonalardek gapiryapsan. Dada, bugun erta qaytibsizmi? Meni xonamda nima qidiryapsan? Biror nima kerakmi? Keyingi oyda aksionerlar yig'ilishi bo'lar ekan deb eshitdim. Unda ishtirok etishdan avval ba'zi narsalarni o'qib chiqay degandim. Aksionerlar kengashida qatnashmoqchimisan? Buni ko'rding. Vasiyatnomamni aytyapman. O'tgan safar ofisimga kirgandayoq buni ko'rgansan. Shunaqami? Ha, ko'rgandim. Yaxshi. Demak, shuning uchun e'tiborimni tortishga urinayotgan ekansan-da. Doshinni meros qilib olishimga imkon bering. Nima? Iltimos sizdan. Vasiyatingizni qayta ko'rib chiqing. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bilasanmi? Nega senga hech narsa qoldirmoqchi emasman? Hech o'ylab ko'rdingmi?
Bu Amerikada bo'lgan o'sha ish bilan bog'liqmi, dada? Hammasi ortda qoldi. Men endi avvalgi Taeyon emasman. Butunlay o'zgardim. Gapingni o'zi yetarli emas. Amalda buni isbotlashing kerak. Vasiyatnoma rostdan ham ish berdi. Taeyon. Bu yerga kelayotganingda nimadir bo'ldimi? Mendan xavotir olma dedim-ku. Ketdikmi? Yangi xabar. Menimcha hammasini bilaman. Nimani? Bu kim o'zi? Han Taeyonga. Nega bu xat bu yerda? Sen Han Taeyon emassan, to'g'rimi? Agora, yaxshi, kechroq ko'rishamiz. Ketdik. 이제 시작이야